Selamünaleyküm hammaga. Bize navbatdagi ko'mir qatil o'tiran xonadonimizga geldik. Bu xonadonimiz bizlere bir 15 gün elden müracaat etdi. Şu xo'jalikni atablin etish kerak deb. Xudo xolasa bugün bitirib topshirdik. Bugün 26 oktyabr. Yine xudo xolasa artgan turbalarni ishini etib boylab, qolganini qaytarib kutib o'tiramiz. Qolgan Xudo xolasa materiallar, bir yere gitken materiallarni aytib o'tadigan bo'lsam, batareyadan 120 dana batareya gitti. Yine shunda tabiiyki demir sistemadan qo'ldan kelgancha akkurat etib ishladik. Yine kime shuningdek atobliniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Bu xo'jaligimizni akşam bitirib topshirdik. Bugün hem hesaplashmoqqa hem kameraga olish uchun keldim. Shunda da meni batareyalarni qo'yib, xudo xolasa 1 yil kafolatlarini berib, baqiyni adaz kim edi? Zafer bika, atablini akşam yoqib qizdirib topshirdimlar. Etgan ishlar ma'qulmi? Esa shu atabliniga 1 yilgacha garantiyaga, nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasizlar. Yine hamyurtlar ko'rib tursalar, turbalarni qiras kelib, oxirat etib, uyning egasi tayyorlab qo'ydi degan turbalarni eldan netga tashladik. Endi shunda deb meni qo'ldan kelgancha normalni chiqqan. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlaringiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, endi shunda deb meni chiroylatib atabliniyalarni ko'rsatib boraveramiz. Akşam o'rtacha 20 kilolardan plus minus 25 kilolardan ko'mir sağan ekan. Akşam saat 1:05:30'larda. Bugün yine hazır yine bir 5-6 kilolardan kömür saldık. Azandı saat 8:30'da şuna bilen. Biz batareyalarımızdan kızıp başladı şuna bilen. Kime şunun da hizmetler gerekiyorsa ekrandan nömerlere bağlanaverasizlar. Şimdi tabi yine çıraylatib qo'ldan kelgancha o'tirdik. Bu aboylarni uyning egasini o'zi inshorda deb yana chiraylatib kesdi. Endi o'zi yana yopishtirib qo'yaman dedi. Biz yana do'shib o'tgan yerimizda mishaytib bo'lmadi, xudo xolasa. Endi sizlarga o'zlarimizni ishlab chiqarib turgan teplo shovot kotyolini ko'rsatib o'tsam, bu xonadonimizga 7 yera batareya qo'yildi. Jami 31 million so'm pul chiqdi. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi sizlarga kotyolimizni ko'rsatib o'tsak, kotyolimiz teplo shovot brend aslida o'zim ishlab chiqaraman. Bizda kotyollarning bahasi 7 million so'mdan 18,5 milliongacha baholanadi. Bunkersiz, shinikli deydi, har xil turdagi kotyollarimiz bor. Endi yine kotyolimiz ham xudo xolasa İşleş jarayoni, yine 5 kilodan kömür sağanımız yine 5-6 kilodan yine inşin kömürünü salıp koymuş ana. Şunu bilen bu uydaki işlerimiz hem öz yakınına yetti. Bir tane yine nasozlarını koyup, bypasslarını koyup, inşin etip yine reşitilli baklarını koyup, demir sistemadan koldan genç aparatını etip işledik. Xudo xolasa bizning keyingi videolarimiz Xankada bo'ladi, Shavotning o'zida bo'ladi, Xivada bo'ladi. Bizning hamma tumanlarda odamlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.